O'zbek tuvi qo'yamiz. Voy jaraysin. Qani 2-3 tuv qo'ydi. Qozoq qaysi qozoq? Nega qozoq? Qozoq, qirg'iz. Qirg'iz qirg'iz. Nega? Qirg'iz tuv qo'yamiz. Yerda ko'k, tuv, qizil, tuv, alaqay. Qirg'iz, o'zbek. Qanchaymi o'zbek? Qozoq. Qozoqning tuvi qani? Qani qozoqning tuvi? Qozog'iston tuvi qo'yamiz. Qozog'istonga qo'yamiz. Men qo'yam. Bera qo'y. Qirg'iz, qirg'izga qanday jo'q, o'ziga qo'ymaymiz o'ziga. Qirg'iz qizil tuvi, jaraysinlar. O'zbek Şapan qarash, Allah ekan ya. Voy, şapanda o'xshaydi ekan ya. Tuvni bunday qo'yamiz ya. Qayerdan qo'yamiz? Tamasha, tamasha. Qasam qo'yamiz. O'zbek, tuv qo'yamiz qasna. O'zbek, ikki tuv qo'yayotgan ekan. O'zbek, qo'yamiz. Qasna. Nega qo'yamiz? Nega qo'yamiz? Nima qo'yamiz? Qizilni qo'yamiz, qizilni. Qasna qo'yamiz. Aytib, ikkita qo'yamiz. Qozoq. Qirg'iz. Qirg'iz. Qani? Qozoq qani? Qani? Qozoq. Qozoq. Qirg'iz. O'zbek. O'zbek aytamiz. Ya. Ko'liga qizil, ko'liga qizil, tuvi qizil bo'ladi. Tuv, Qirg'izistonning tuvi. Ko'k, Qozog'iston tuvini olamiz. Qozoqqa qo'yamiz. Najiga qo'yamiz. O'zbekning tuvini olamiz. Qani, olamiz. O'zbekga qo'yamiz. Al endi qolgan tuvlarni qo'yamiz. Senga O'zbekiston qayerga qo'yamiz? Qayerga qo'yamiz? O'zbekiston. O'rtaga qo'yamiz. Tamasha.